ya'ni ikkita xonani baravariga isitish uchun tayyorlangan. Buni qanchaga tayyorladinglar? Ustanovkasi. Bozorda narxi aniq. Ustanovkasi xuddi shu hozir mo'rilari bilan, mana bu abrisovkalari bilan, abrisovka ishlari bilan 40 ming so'm. 40 ming so'mdan kvadrat bo'lyapti. Slosh pakilovka bo'ladi, travertin sepiladi, ustidan lak sepiladi. Kafelarimiz, sokolga kafelar o'rnatilgan ekan va mazakalar, hurmatli obunachilar. Hozir mazakani ham tepaga chiqib ko'rsatib javob berasizlar. Ustanovka qilayotganda ichiga beton quyilib qilinadi. Ichiga beton quyib, keyin betonga yopishtirasizlar? Yo'q. Shunday qilib qo'yiladi-da. Afiksda yopishtirib ichiga beton quyiladi. Afiksda yopishtirib, hurmatli obunachilar, oldin buni razmerga qo'yib olinar ekan va undan keyin afikslarga yopishtirib olgandan keyin orqasiga beton qo'yib mustahkam holatga keltirilar ekan. Gullardagi aboylar mana qilyapshyapti. Bu nimadan qilingan bu? O'zi qalipi bor, qalipiga qo'yib turib, keyin loyilab yasalar ekan mana aziz obunachilar. Ustani ishi injalari bo'ladi-yu. Mana monga o'xshagan akalar, qaranglar.